Agar qurilish qilayotgan bo'lsangiz, darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Xo'p, akalar, oxirgi 5 yil ichida darvozalarga e'tibor O'zbekistonda juda ham kuchayib ketdi. 12 ta viloyat bo'lsa kerak, har xil fasonlarda, har xil usullarda darvozalar tayyorlayapmiz. Hozirgi bu robotimiz, darvozamiz Andijonda, Buloqchida mana usta akamiz bilan. Assalomu alaykum, hamma yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Aka, darvoza haqida ozgina ma'lumot beramiz. Narxida, ilk kelgan fasonida. Bo'laveradi, bir chekkadan boshlayveramiz. Xo'p, reflyonka darvozamiz, buni obunachilar juda ham yaxshi taniydi, xudo xolisa. Listlari 1.3 bo'ladi, bular pechat darvoza. Profillari 5 kuch, 1.5 ta bo'lgan. Stoykalari 8x8 taylarini shveler qilib beramiz. Kraskalari Hammer Molotkoy kraska, 5 yil, 10 yil garantiyalari bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkalari bepul holatda 1 kvadrat metr 750 ming so'mdan chiqadi bular. Kvadrat metr 750 ming. 750 ming. Keyingisi pechat darvozamiz 3.5 bo'lgan shu holatida. Listlari 1.2, 6 4, 1.3 stenada bo'lgan, chekalari 1.5 bo'lgan, stoykalari 8x8, 1.7 stenada bo'lgan. Taylari shveler holatda 550 ming so'mdan dastlabki ustanovkalar ichida 1 kvadrat metri chiqadi. Hozir bu Andijon bo'ylab O'zbekiston bo'ylab dastlabkisi 12 ta viloyatga bemalol aloqaga chiqaradi. Dastlabki ustanovkalari bepul. Borib o'lchaymiz, razmerini olamiz, ozmoz zaklat beradi-da, olib borib o'rnatib beramiz. Ishni ko'rib, tekshirib olib, qolgan pulini berib oladi. Behijob. Xo'p, bunimiz hozirgi eng trendda bo'lgan high-tech darvozamizni budjetniy varianti. 2 listda o'rtalari 2 qavat bo'lgan, chekalari 1 qavat bo'lgan, 6 4 profil ishlangan, 8x8 qalin ishlangan, taylari shveler bo'lgan. Buni ham kraskasini shu eng toza Molotkoy kraskadan sepganmiz. Bu arzonroq varianti. Buni $100, 1.400 mingga qilyapmiz. Xuddi mana shu turishimiz hozir 850 ming so'mdan chiqadi kvadrat metri. Dastlabki ustanovkalari bepul holatda. Xo'p, menga eng yoqqan darvoza shunisi bo'ldi. Noodatiy. Hali ko'pchilik qo'yib ham ulgurmadi. Shu darvoza hozir kvadrat necha puldan tushadi? 2025-yilda bu juda ham trendga chiqdi, xudo xolasa. Taraq fason buni uncha-muncha odam mana endi taniyapti. Ko'pchilik qo'ydirdi ham, mana endi qo'ydiryapti ham. High-tech, Dubai, ili mana shu fasonlar juda ham hozir trendda, zakasi ham ko'p olinyapti shunda. Buni 2 qavat qilinadi, xudo xolasa. 1 qavati bo'lmaydi. Buni 2 qavat holatda tavsiya qilaman. Shumkali bo'ladi, og'irligi ham bo'lmay, yaxshi bo'ladi. Shunga yarasha materiallar ishlaydi. 2 listda 2 qavat oldi-orqa bo'ladi. Umuman ovozi bo'lmaydi bularda. Bo'yiga qarab to'n bichamiz deydi-ku, xuddi shuni singari materiallarga hamma yo'g'iga garantiya bergan holatda 1.250 ming so'm, 1.300 ming so'm 2 qavat holatda chiqadi. Kvadrat metri. Dastlabki ustanovkalari bepul. O'zi darvozalarda ham xili juda ham ko'payib ketibdi. Hozir akamiz aytayapti, usta akamiz aytayapti, hozir borini qo'ydik. Zakasiya qilyapmiz. Qanaqa darvoza kerak bo'lsa, umuman muammo yo'q. Katalog tashlaymiz, Telegram bor. Telegramdan katalog tashlaymiz. O'ziga yoqqanini xudo xolisa chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, deyapti. Bu darvozalar qanaqa aka? Xo'p, bunimiz ham 2 listda 6x4 qalin profilda bo'lgan, stoykalari 8x8 qalin, taylari shvelerda, Senta Hammer kraskalar sepganmiz. Shu holatida eniga 3.10, bo'yiga 3.20 bo'lgan. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan chiqadi. Xuddi mana shu darvozamiz. Bunimiz pechat, eniga 3.35, bo'yiga 3.45 bo'lgan, tepasiga ozgina nalishni qilib berganmiz. Nerjivenkalariga da yopishtirganmiz. 1.2 listda 6x4 profilda bo'lgan, 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan dastlabki ustanovkalar ichida. Bunisi boshqacha fason ekan bunisi. Bunimiz ham xuddi shuni Dubai fason deyiladi, bu Dubai pechatimiz. Bunimiz asha obunachilarga beriladigan darvozalar qatorida. Bu eni 3.65 ga, bo'yi 3.60. Xabaringlar bo'lsa, usta akamiz o'zining qo'l mehnatidan ehson qilib 8 ta darvoza qilgan. Qiylangan oila, sharoit og'ir oilaga 8 ta darvoza qilganmiz. Bitta oila topilgan. Xudo xolisa, qolganlarini ham sekin-sekin obunachilar ichidan istaymiz, xudo xolisa. Har 10 mingtada bittadan obunachini tanlab olamizda, shu inson orqali shu insonni o'ziga yoki mahallasida yo qoni qo'shnisida qarindosh urug'ida shu darvozaga muhtoj odam bo'lsa, shu odamga olib borib o'rnatib beramiz. 8 ta darvozadan xohlaganini tanlab olishi mumkin mana. Bunisi ham mana bular ham. Yana uyimizda ham 3 ta 4 ta bor. Xudo xolasa xohlaganini tanlab, razmeriga tushadig'ini aytsa, olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, darvoza bo'yicha agar sizda
qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa yoki hozir tanlashga qiynalmayotgan bo'lsangiz, Telegram raqamini, o'zimning telefon raqamini qo'yamiz. Bemalol telefon qilinglar, katalogini tashlab beradi. O'ziga yoqqanini xudo xolasa ko'nglingizdagidek qilib, yetkazib borib o'rnatib beradi. Bizda nafaqat darvoza, bizni so'kchak, naves ko'p joylarda valish deyishadi, baryer, kozirok, temir sohasida jamiki ishlar qilinadi, xudo xolasa. Mana shu materiallar ham mana bittasi Nargizga, navesga kelgan, mana bittasi Farg'onaga so'kchakka kelgan. Xudo xolasa shu hafta shu ishlarni qilamiz. Hammasi buyurtma asosida mana naveslarga qilamiz. Ham ish xudo xolasa qo'limizdan keladi, Alloh qodir qilgancha chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz. Xudo xolasa akalar videoni sahnan qilib qo'yinglar, shunaqa tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, podpiskani bosib qo'yinglar. Xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Kuzatib borsanglar, bundan ham yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa birinchilardan bo'lib qo'yamiz. Joninglar sog' bo'lsin, xudo xolasa ishlarimiz go'zal, sifatli qilib sizlarga yetkazib beramiz. Usta aka, Sog' bo'linglar, aloqadamiz hamisha. Birinchi 10 ta mijozimizga o'zimizni ishxonamiz tomonidan sirli sovg'amiz bor. Darvozalariga yoki boshqa buyurgan narsalar orqasida qo'shib olib boramiz. ana bo'lmasa Birinchi 10 talikka. gap yo'q. Joninglar sog' bo'lsin.